Men nurg'un hadislarda bu nuqtani ko'ra olaman. Dastlabida bemorning ko'nglida ziddiyat borligini bilmaydiganligini bayqadim. Bu meni hayron qoldirdi. Uning ustiga ularmi bu jihatdagi ishlarni bilgisi yo'qdek qiladi. Ular men va ular bilan bu ishlarni muzokaralashganda tang'arqab qolgandek qiladi. Bundaq ishning yuz berish qatim soni ko'paygandan keyin ondan tushundim. Gerçi men ularga yordamlashib, bu ziddiyatlarni hal qilib beray desam, ular menga o'xshash ziddiyat tahlilchilarini yoqtirmag'achqa tang'arqab qopti. Eng oxirida ular tuyuqsiz to'qinishni bayqagandan keyin yana aloqazodi bo'lib ketibdi. Bemorning bu xil inkosidan shuni bayqadimki, men amaliyotda bomba o'ynayapman. Bu bombalarning ularni tarmar qilish mumkinchiligi bor ekan. Ularmi tabiiy holda buningdan qo'rqadi ekan. Shunga bu to'qinishlarga duch kelganda o'zini chetga ilish pozitsiyasini tanlashmi normal ekan. Shuningdan keyin bayqadimki, bemor garchi amal qilib bu to'qinishlarni tinchitishga uringan bo'lsa-mu, lekin hal qilish mumkinchiligi yo'q ekan. Texim aniqroq qilib aytganda, bu xil tirishchanlik aslida saxta inoqlik paydo qilib, to'qinishning haqiqiy mavjud ekanligini butunlay e'tirof qilmaydi ekan. Bemorlar asosligi tuvandagi 4 xil sinoq orqali to'qinishni besiqtirdi. Birinchi xili bir qism to'qinishlarni yushirishga, hukmronlik huquqini qarshi tarafga o'tinib berishga urinish. Ikkinchi xili boshqalardan jiroqlashish. Amaliyotda nerv xarakterlik jiroqlashish tanholik bo'lib, biz hozir uning iqtidorini qaytadan tunib ketdik. Tanholik bir xil asosiy to'qinish. Shundaqla boshqalarga eng dastlab muomala qilgan chaqdagi bir xil ziddiyatlik pozitsiya. Uningdan boshqa bu xil tanholik yana kishilarning o'zi bilan boshqalar o'rtasidagi hissiyot orliqini saqlashiga turtki bo'ladi. Bundaq to'qinish zinnat buyumiga aylandi. Mundaqcha aytganda, uning yana tuyuqsiz so'qilishni besiqtirishga urinish degan ma'nosimi bor. Uchinchi xil sinoq nerv kesili bemorlarining o'zidan jiroqlashishi bo'lib, bu boshqalardan jiroqlashish usulining butunlay aksichi bo'ladi. Uningga nisbatan aytganda, aslidagi haqiqiy o'zi bu xil ahvol tufaylidan haqiqiy bo'lmay qoladi. Shuning bilan u haqiqiy o'zlik obrazining o'rnini olish uchun o'z g'oyasidagi obraz bo'yicha qalbida qaytadan bir o'zlik obrazini yaratadi. Bu g'oyaviy obrazda to'qinishning har bir qismi xilma-xil xarakterining o'xshash bo'lmagan tarkibiy qismi sifatida pardozlanib, to'qinish qanday holatni qayta ko'rgil bo'lmaydi. Nurg'un nerv kesili masalalarini biz ilgari ancha tushunmaydik. Tabiiy holda tahlil qilishga amal yo'q edi. Yana ikki xil nerv kesili xohishini turga ayirishga amal yo'q edi. Bu sinoqni elib borgandan keyin bu masalalarning hammasi hal bo'ldi. Mukammallashish uchun hozir individuallashgan o'zlik obraziga qarab tirishish, boshqalarning maqtashiga erishish uchun tirishish kerak. Amaliyotda o'zining individuallashgan obrazini boshqalarning e'tirof qilishiga erishtirish kerak. Boshqalarning maqtashi bizning ehtiyojimizni qondira olamdi yo'q. Yana bizning individuallashgan obrazimiz bilan reallikda zodi qanchalik farq borligiga qarash kerak. Farq qancha cho'ng bo'lsa, qiyinlik darajasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Bu xil g'oyaviylashtiriilgan obraz mukammal odamiylikka cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Shunga u to'qinishni besiqtirishga nisbatan aytganda eng muhim tajriba hisoblanadi. Biroq bir yangi ichki daz u tarafidan yasab chiqilgan. Shunga uni davomli remont qilish kerak edi. To'rtinchi xil sinoq ilgari o'g'irliqcha boshqa to'qinishlarni yushirib qo'ygan ichki yeriqlarni yamash. Ba'zida bemor o'zining ichki faoliyatini o'zining sirtida yuz bergan voqea deb qaraydi. Chunki ular mening og'zimdagi tashqi roldan foydalangan. Tashqi rol asli bilan g'oyalashtirilgan obrazning farqi nihoyat kichik bo'lgan haqiqiy o'zini butunlay boshqacha qilib qo'ydi. Uningdan boshqa u yana bir xil yangi to'qinishni paydo qilgan yoki aslida mavjud bo'lgan to'qinishni cheksiz cho'ngaytgan. Bu xil qarash texmi to'g'riroq bo'lib, uning ichidagi cho'ngish darajasi eng cho'ng bo'lg'ini o'zi bilan tashqi dunyo o'rtasidagi to'qinishdir. Men yuqorida misol keltirgan 4 xil sinoq bemorning to'qinishni tinchitish uchun qo'llangan usul. Bir tarafdan
har xil nerv kasalliklarida ular rolini joriy qildirdi. Faqat darajasi o'xshamaydi. Yana bir tarafdan xarakter ularning ta'siriga uchraganlikdan nayt zo'r o'zgarish paydo qiladi. Darvaqa bu 4 xil usul hamma usul emas. Faqat mushu 4 xil usullar umumiylik ahamiyatiga ega. Boshqa usullar yo'q. Masalan, ko'nglida gumon bo'lsa, o'zicha to'g'ri deb qaraydigan pozitsiya bilan tinchitqili bo'ladi. Masalan, ichki dunyoda bo'linish paydo bo'lgandan keyin bundaq nuqul irodani mutlaq kontrol qilish orqali majburiy birlashtirib bo'ldi. Yana masalan, to'qinish bilan g'oya munosabatli bo'lganda, bemor faqat ich pushqin chiqarish pozitsiyasida bo'lib, barliq qimmatga e'tiborsiz qarsila, bu xil to'qinishni yo'qotqil bo'ladi. Aslida, men hal qilingan bu to'qinishlardan kelib chiqqan oqibatlarni ancha tushunmaydim. Lekin hozir bildim. Har xil vahim paydo qilish, zehnini xuritish, axloq va e'tiqodni vayron qilish, chaplashib olish hissiyotidan intayin umidsizlanish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Xo'rlashqa eg'ishning haqiqatan belgilik ahamiyati bor. Menmu bemorning barliq umidlarini to'liq tushungandan keyin ondan bu nuqtani tushundim. Men hozir u bemorlarning o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotganlik uchun shunga ularning o'rniga dastilgan jinsiy turmush orqali to'qinishni hal qilishni sinab boqmoqchi bo'lganligini bildim. Ularning erishmoqchi bo'lgani o'ch olish xarakterlik g'alaba. Ularning xo'rlash harakatida ifodalangan pozitsiyasidan bu nuqtani ko'rib olg'il bo'ladi. Shunga meningcha o'zini texnik keng doirada ifodalayman deb turib olganlikdan buzg'unchilik xarakterlik foydalanish ehtiyoji paydo bo'lgan. Buning yolg'iz nerv kesili xohish bilan hech qanday munosabati yo'q. Bu xildagi kishilarni biz vaqtincha xo'rlash talvaliki deb ataymiz. Chunki ularni texnik to'g'ri atag'il bo'ladigan biror so'z topilmaydi. Boshqalarga yaqinlashish, boshqalarga qarshilik ko'rsatish, boshqalardan jiroqlashishdan iborat bu 3 xil pozitsiya o'tirisidagi asosiy to'qinishni dinamika markazi qilgan bir xil nerv kesili nazariyasi mana mushunday paydo bo'lgan. Bu to'qinishlarni hal qilish uchun bemor dastlabda eng zo'r tirishchanlik ko'rsatgan. Chunki u o'zining mukammal iqtidorini saqlab, kishilik qadr-qimmatining parchalanish azobiga uchrashni xohlamagan. U haqiqatan sun'iy holda bir xil tangpunlik paydo qila oladi. Lekin yangi to'qinish uzluksiz paydo bo'lib turdi. Bu yangi to'qinishlarni hal qilish uchun u cho'qim yangi hal qilish usuli ustida uzluksiz izlanish kerak. Nerv kesili bemorlari bo'linmaslik uchun cho'qim ba'zi ishlarni qilib tartib solish holatini tirishib saqlash kerak. Bu ularni dushmanlashish, umidsizlanish, qo'rqish, o'zidan va boshqalardan texnik jiroqlashish imkoniyatiga ega qiladi. Eng oxirida kasallik ahvoli texnik og'irlashadi. To'qinishni haqiqiy hal qilish texnik qiyinlashadi. Eng oxirida bemorning umidsizlik kayfiyati borgan sir og'irlashadi. O'ziga erishmoqchi bo'lgan to'liqlamaga erishish uchun faqat davomli xo'rlash qilmishini sodir qiladi. Ammo bu jarayonda umidsizlik kayfiyatimi uzluksiz kuchayib, yangi to'qinish tabiiy holda paydo bo'ladi. Nerv kesilining taraqqiy qilishi va u keltirib chiqargan xarakter qurilmasi eng oxirida paydo bo'lgani dal mushkil ahvol bo'lib, kishini nayt g'ash qiladi. Men nimishqa bundaq ahvolda yana mening nazariyamni texnik yaxshi nazariya deb atayman. Oldi bilan nurg'un kishilar umidvorlik bilan faqat nayt oddiy usul bilan nerv kesilini davolag'ili bo'ladi. Bu amaliy ahvolga uyg'un kelmaydi deb qaraydi. Ammo mening nazariyam dal mushkil qarashni ag'dirib tashladi. Albatta, nerv kesilini davolash intayin murakkab. Bundaq umidsizlanishmi to'g'ri emas. Mening nazariyam nerv kesilining murakkabligi va ig'irligini oydinlashtirib qolmay, yana to'qinishga petib qolgan aktiv, umidvorlik nuqtai nazarini pasaytirishga yordam berdi. Shundaqla bizning tirishib amaliyot jarayonida bu to'qinishlarni uzil kesil hal qilishimizga yordam berdi. Shuning uchun men o'zimning nazariyasini texnik yaxshi deya olmayman. Nerv kesili bemorlari o'zining to'qinishni hal qilishini sinab beqish amaliyotga uyg'un emas. Balkim to'qinishni hal qilolmayli qolmasdan, aksicha o'zining ahvoliga ziyon yetkazadi. Nerv kesili to'qinishining oqilona hal qilish usuli yo'q.
Ammo agar odamiylikda bu xil to'qinishni keltirib chiqaradigan holatni o'zgartgili bo'lsa, balkim bu to'qinishlarni hal qilg'ili bo'lishi mumkin. Bir odamning umidsizlik, qo'rqish va dushmanlik tuyg'usi qatorliqlarning hammasi tahlil qilish orqali tuvallaydi. Boshqalar bilan o'zining jiroqlash darajasini tahlil qilish orqali kichiklaydi. Shunga tahlil xizmati yaxshi ishlansa, bu holatlarning hammasi o'zgardi. Freudning qarashicha, odam cho'qim azobga bardoshlik berdi. Eng oxirida hammasi vayron bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda u odamiylikni oq ko'ngil deb qaramaydi. İnsanlarning taraqqiyot istiqbolini texmi yaxshi ko'rmaydi. Shunga u nerv kesili va uni davolash ahvolini yaxshi ko'rmaydi. İnsanlar garchi tabiiy iqtidorning turtkisi bilan harakat qilsin, lekin bu xil tug'ma iqtidor asos jihatdan idora qilinadi. Eng ko'p bo'lganda yuqori ko'tarildi. Lekin meningcha har bir odam o'zining yoshirin iqtidorini yuqori ko'tarish orqali o'zini texim munavvar qilishni umid qiladi. Odamning bu nuqtani ishga oshirish iqtidori bo'ladi. Buningga men chunqur ishonaman. Biroq yoshirin iqtidor izchil saqlanib turmaydi. Agar biror narsa uning boshqalar bilan yoki uning o'zi bilan bo'lgan munosabatga uzluksiz ta'sir yetkazsa, u o'zining yoshirin iqtidorini yo'qotib qo'yishi mumkin. Qancha chunqur tushungan siri bu dunyoda yashayotgan kishilarning o'zini to'xtamay o'zgartiradiganligiga shuncha ishonaman.